Xullas hammaga assalomu alaykum. Bu mana oddiy kunim qanaqa o'tishini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Kanikulda mana shu maktab boshlanguncha 12-yanvargacha. Qani let's go bo'lmasa. Soat 5:30 dan turganman. Hozir mana soat 6:30 bo'ldi. Va hozir choy ichamiz. Dayanmay. Let's go. Короче, hozir choy qilib qo'ydim. Suv qaynataman. Oyim esa qo'llar dard ko'rmasin. Maqtan qo'yib, kechqurun qilib berdilar. Jalolni ertalab kechdan olgan bo'ladi. Rahmat kattakon. Unaqa deb qilib bermagan bo'lsalar ham rahmat. Ularga o'zlariga rahmat deyolmadim. Uyalmasdan yeb o'tirdim faqat. Rahmat yuringlar. Oilaga. Adelaga bo'lsa, вообще bilgan shunaqa shakar iste'mol qilish kerak. Shakar вред. Не полезно shakar. Protein yo'q bitta, xotir olmaydi. Men unaqa ichmayman. Mana hozir 7:30 bo'ldi soat. Choy ichib oldim. Endi ozgina yotib, ozgina o'tirib, shu ozgina dam olib ishga chiqib ketamiz. Ish soat 8:20 da shu yerda o'tirishim kerak bo'ldi. Keyin ikkita aka bilan chiqib ketamiz velida. Çünkü askerden oluyoruz. Şu an saat 8'den 15 minut oldu. Ben kurtkam kiyip çıkıp ama işe. Ben xullas nimadir yetishmayotgan dedi bu. Nima desam? Noskim qolib ketdi. Men noski kiymasam bo'lmaydi. Короче, mana bo'ldi, men ketaman. Yeah, let's go. Ishonasizlarmi, kecha havo normalnikda. Bugun bo'lsa qanaqadir yomg'ir yog'dimi, xudo biladi. Qanaqadir antiq bo'ldi. Keyin tuman. Ko'rmoqdim, sizga tuman bor, qanaqadir tuman bor. Ko'rmoqdim. Orqada ham xuddi shunaqa. Uzoq joy tuman. Necha hali velida boramiz-da, velida yuramiz-da. O'sha yergacha. Uch payt ko'ramiz, uch payt ko'rsataman sizlarga. Let's go. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana endi chiqib 8:40 bo'ldi. Ishoninglar, shunaqa tuman, вообще tuman, ishoninglar. Hech nima ko'rmayapti pastda, hozir tuman. Qo'lim muzlab ketdi. Короче, ishoninglar, behazil aytaman. Kechadan oldin bunaqa emas edi, tipi havo shunaqa emas edi. Hozir bo'lsa imенно mana shunaqa video olaman kun payti, video olaman degan paytim tuman, shunaqa muzdi, qo'lim shunaqa yaq. Mamutda esa kuchli, mamutda kuchli. Keyin xullas shunaqa malenda. Men olishim kerak. Ishoninglar, shunaqa tuman bo'yotdi, anta esa kuchli. Va yana tumanni ko'rsa yana tumanni ko'rasizlarmi? Mana oyna orqani ko'rishlagan mana. Eskida sraz aytaman, bu veling meniki emas. Xudo xohlasa mana boshqa yo'lamoqchiman hali yozda aytam. Men nima deydi? Uyalaman-da odamlar pul so'rashga shunga. O'zim ishlab topmasam yo joydan kelib qolmaydi-yu mashina. Просто ko'ringlar manzarani. Tashlang. Mana shu vidni просто Блин. Men yuradigan joyga qaranglar. Yana bitta qo'lda, chunki ikkinchi qo'lda anaqa. Просто tuman, реально вообще. Вообще qo'rqinchli-da, любой момент. Mashina chiqib qolsa, boshqa kuch chiqib qolsa, aniqsa shunga qo'rqaman. Men qolgandan keyin olaman, davay bitta borguncha.
bitta. Let's go. Mana men yetib oldim. Shu kamerani o'chirganimdan keyin gazini bosdim-da, mingga bosib keldim. Voy, bitta ham, Короче, sizlarga ishlardan bittasini kurs bermoqchiman. Pokrovka qilish. Tepa xullas ko'chib tushibdi-da. Qaysidir odam kelib men qilgan ishni joyiga tiqibdi. O'shani to'g'rilab qo'yish kerak deb kecha serpenkalab qo'ydim tepa tom. Nima deydi, потолок. Bugun pokrovkalash kerak ustidan. Shuning mana ozgina olamiz deb. Короче. Ozgina olamiz demoqda. Bukvalno mana shuncha olamiz. Ashka solamiz. Yana. Mana shu holat bo'ladi degan umiddaman. Keyin boramiz-da, o'sha yerga borib yopishtiramiz. Nima deydi? Smazayt qilamiz xullas. Let's go. Shunday qilganman. Mana shuni smazayt qilish kerak. Chuvashga qo'yamiz-da. Chiqamiz o'zimiz. Mana shunday qilib qo'yamiz-da va kutamiz shunaqa. Let's go. Ungacha o'zim ishimni, ya'ni aboylik qilishda davom ettiramiz. 3 ta odam. Let's go. Yo'l desbe ham. Desbe bo'lgan boshqacha. TV bo'ldi. Ular shaqayna ol. Maşallah aslında bitirip tayarlar. Maşallah yüzdük maşallah. Короче, shaqilib qilamiz dedi. Mana shaqilib ko'rgan bo'lsanglar agar. Birinchi kez aytamiz. Eng xavfli ishlardan bittasi to'p kirish. Mana shaqilib. Bol kilegi boqdi. Kilegi boqdi. Bol tezsiz. Xullas soat 12 bo'ldi va bizani obedga chaqirishdi. Xullas hozir 4dan 15 minut o'tdi. Kech ketsa kerak. Ko'ramiz-da xullas. Xudo bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Let's go. Короче, soat 4dan 36 minut o'tdi. Biz ketamiz hammamiz chunki nimaga dedi? Birinchidan tuman, hamma joy ko'rsatish mumkin hozir. Ko'rsatgan bo'lsanglar, hamma joy tuman. Ikkinchidan tuman. Agar siz otgan bo'lsanglar, mana sochlarimgacha kley, если что kley. Bля, mam tez mashina. Короче, mana ko'rdinglar, qanaqa ishlashimni, nima qilishimni, qachon turib, nima qilib, hamma narsani ko'rdinglar. Anaqa bu ish men uyalmayman ko'rsatishga, anaqa qilishga. Va nima deydi? Уже 16 ga kirdim, 17 ga kiraman, yanvarda kiraman. Mana shu oy nima deydi? Uyalaman, odamdan pul so'rashga uyalaman. Ishoninglar. Xullas mana soat 5:30 bo'ldi. Men oqlanib o'tirman, garoq suv, garoq. Xullas keyin oqlanib o'tirman. Mana videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat. Ko'rdinglar, ishladim, ko'rdinglar. Soat nechida turar ekanman, borib qanaqa ishlayotganman. Xullas, obuna bo'lib qo'yinglar birodarlar. Behazillikdan o'sha 2027-yilgacha men behazil shunaqa maqsad qo'ydim, o'shanga erishishga
harakat qilaman. Irishaman, 100% topganimga harakat qilaman. Prosta harakat qilaman. Bu yo'g'i natija Allohdan. Sen harakat qil, natija Allohdan. Prosta obro' ketinglar. Agar ko'rmayotgan bo'lsa, endi eringanman deb qo'yish. Prosta obro' ketinglar. Xudo xohlasa 100 mingta bo'lamiz. Like qo'yinglar va kommentariyaga yozinglar. Shu nima fikringlar, nima malades yoki borahol bashiring oyog'im xullas kommentariyada yozinglar. Shu o'zingizlarning fikringlarni yozinglar. Hammaga xayr birodarlar. Bo'pti.